Ko'chada itdan so'ya qarz bo'lib zo'r mashinada yurgandan ko'ra, hech kimdan qarz olmasdan zo'r Jigulini olib, 100 tonirovkani tortib, orqasini tushirib, oldini ko'tarib yurgan yaxshi. O'shana meni yurishdi Jigulini. Men misol shunday fikrdim. Qarzi bitta mashina mingandan ko'ra, necha pul pulim bor? 16 ming pulim bor. 16 ming nima beradi? Ber oshna deyman. Nimaga? Oddiy sizlarga misol bilan tushuntirib beraman. Tilla bor-ku, tilla bilasizlar, tilla zolta, oltin. Oltinni bitta axlat faqirga tashing. Nima oltinni obro'si tushadimi? Vobshu tushmaydi. Nabarot axlat faqirni obro'sini ko'tarib oladi oltin. Ko'chada itdan so'ya qarz bo'lib zo'r mashinada yurgandan ko'ra, hech kimdan qarz olmasdan zo'r Jigulini olib, 100 tonirovkani tortib, orqasini tushirib, oldini ko'tarib yurgan yaxshi. O'shana meni yurishdi Jigulini. Men misol shunday fikrdim. Qarzi bitta mashina mingandan ko'ra, necha pul pulim bor? 16 ming pulim bor. 16 ming nima beradi? Ber oshna deyman. Nimaga? Oddiy sizlarga misol bilan tushuntirib beraman. Tilla bor-ku, tilla bilasizlar, tilla zolta, oltin. Oltinni bitta axlat faqirga tashing. Nima oltinni obro'si tushadimi? Vobshu tushmaydi. Nabarot axlat faqirni obro'sini ko'tarib oladi oltin. Ko'chada